Şavtavzi bilan qalb muvakkili o'rmonliqqa kelganda G'aliti doktor bilan o'g'ri mushuk qiltaq qo'ygan edi. Kechi bo'g'ashqa Şavtavzi nihoyat qo'rqdi. Qalb muvakkili Şavtavziga ilhom berdi. Chunki Şavtavzining g'ayrati oshsa, qalb muvakkilimi energiyaga erisha oladi. Ular G'aliti doktorning uyda yo'qligidan foydalanib, o'g'ri mushuk bilan farosat ham jasoratni baslashidi. Oxirda zodi kim yengdigandi? Nima degan qo'rqinchliq? Bedellerim ağrıplı kopuptu men. Men shu qadrligim. Sapmikashimni ko'rdingizmi? Sapmikashingiz tamoq ustulida turdi-ku. Nima ish bu? Qiziq ish-ku bu. Bu Şavtavzining o'tki-ku deyman. Ettigen qarsam bizning balkonda turdi. Akşam nima ish bo'lgandi? G'alitli ish-ku bu. Sen mama, tunuygun sat bo'ldi. Sakrab sizni uyg'otayotganini o'xshamamdim. Bundan keyin cho'qim diqqat qilaman. Obdan balam, boshqalarning holiga yetadigan yaxshi bola bo'psiz. Qalb muvakkilini tutmoqda yo'q. Rahmdor qushni qochirib qo'yibsan. O'g'ri mushuk, sendan bak umidsizlandim. Boshqa yordamchi topmasam bo'lmag'idek. Sen bak qalva kelsan. To'g'ri. Ming yuzlikdan yordam so'ray. Hamma odam meni G'aliti doktor deydi. Lekin ming yuzlik mendinmi G'aliti? Uning bilan tunishganimga uzun bo'lsa-mu, ammo hozirgacha uning haqiqiy qiyofatining qandoqligini bilmayman. U mendek tadqiqotga amroq bo'lmasa-mu, ammo ilmikri to'la. Yana nurg'un ilg'or uskunlari bor. Ikkimiz hamkorlashsak, qalb muvakkilini cho'qim tutib olamiz. Keldik. Kimni izlaysiz? Yani o'zgarib olsan. To'xtamay chiroyingni o'zgartib ekansan. Chapsan, ishni och, ming yuzlik. To'xtab turing. Efendi, keşkimi, xo'jayin uyda yo'q. Ayibga buyurmag'aysiz. Qo'rq gapni qo'y. Sening ming yuzlik ekanligingni bilaman. Chapsan, ishni och. Bo'ldi, ming yuzlik. Bu ketim sen bilan qalb muvakkilining ish to'g'rili so'zlashgani keldim. Qalb muvakkili? Meni dunyodagi eng kelishga chiroyli ega qila oladigan eliq o'rmonliqdagi qalb muvakkilingmi? Shunda, lal shu. Kiringlar.
yanılı şunda haşametlik kel. Kəpəngə selişdirganda bu bəlkəm həşəmətlik dağıcıdır. Amma mən bunundan yanılı razı emas. O degan mening tajribaxonam, kəpə emas. Mən sət nəsləgi üç. Çırayınğımı öşma, ha? Quruq gep onu qoy. Qani degene, qalb muakiləni qanda tutmaçsan. Mən izdavatqılı neçə 10 yıl bo'ldi. Amma ular o'rmonliqni ko'ylab, zodini tutib bermadi. Bir yaxshi fursat bor. Bir qalb muakilining cho'ng bo'g'isi kelib, Shotavzi ismli bir qiz bilan do'st bo'lib shaharga keldi. Agar u qiz nurg'un yomon odatlarni yetildirsa, qalb muakili ojizlab ketadi. Shuning bilan uni osonlab tutib olmaymiz. Hacap yaxshi. Kichik bolalarni ozdirishga men bek usta, ha? Endi kelishgan bo'lib, o'zgaraydigan bo'ldim, ha? Yeni mekrangning jixligini bilaman. Hamda qandoq qilamiz? Nahayda oddiy. Shotavning ojizligini tepib, texmi ko'ptirman. Shuning bilan qalb muakili Shotavzi ismli bu qizga uch bo'lib ketadi. Tushundingmi? Yaxshi gap bo'ldi. Endi Shotavznikiga billa boraylik. Yana ders o'rganadigan vaqtimiz bo'lib qopti. Sha kichiklar har yili 3-oyning 12-kunining qanday kun ekanligini bilamsizlar? 3-oyning 12-kunining ko'chat tikish bayrami ekanligini nurg'un do'stlarimiz biladi-ku deyman. Yana kelib bu kunda nurg'un do'stlarimiz cho'qim ko'chat tikib boqqan. Davlatimizning yeshillik ko'lami nihoyatda kichik. Dunyoning o'rtacha saviyasining yarmiga yetmaydi. Ammo daraxt kesish jihatda dunyoda birinchi o'rinda turdi. Orman ko'lamining uzluksiz azayishi, qalaymiqan daraxt kesish, suv manbasining bulg'unishi, neftning isrof bo'lishi, insonlarning oshko'zlarcha boylik echishi bilan ekologik tamponlik buzilib, ba'zi rayonlarda qurg'oqchilik bo'lsa, ba'zi rayonlarda kalkun ofati bo'ldi. Kislotalik yomg'ir, lay yomg'ir, qizil to'lqin, qor quyunning bag'asiri ko'payishi bizga kayni-kaynidan ogohlantirish berdi. Şuna yeşil hayatlıqni qadrlashni, yeşillikni asrashni o'zimizdan, atrofimizdagilardan boshlashimiz kerak. Biz qog'ozni tejab, bir qitimliq cho'kini oz ishlatib qolmay, ko'plab ko'chat tikib, vatanni ko'kartishimiz lozim. Maktab qo'rosiga biror tup ko'chat tikish yoki biror tup gul o'stirish yoki chimlarni sug'urish bilan qanoatlanib qolmay, maktab qo'rosining go'zalligi bilan shahar manzarasini qo'g'dashga bir kishilik tuhfa qo'shishimiz, mas'uliyatimizni ado qilishimiz kerak. Shundaq bir kun kelib, sup-suzuk daryolarda beliqlar o'sib yursa, daraxt shoxlarida qushlar erkin sayrasa, bahormi shabxo'ramliq ichida o'ssa nima degan yaxshi? Ishonamanki, hamma odam aktivlik bilan ko'chat tikadigan bo'lsa, shahrimiz texmi go'zallashadi. Vatanimizning atisi texmi go'zal bo'ladi. Bu mening eng chong orzuyim.